Assalomu alaykum hoji aka, videoni boshidan yurakdan bitta like qizartirib mixlab qo'ying. Hoji aka, yurakdan bo'lsin like deb yurakdan emas. Bugun katta partiyada qo'yib berganmiz. O'ta katta partiyada. Bu birinchi ko'ramiz Zapar aka. Cheksiz qo'y. Cheksiz qo'y. Bu birinchi ko'ramiz. Yana bitta ko'ramiz bor-da, ikkita filial ochdik. Qo'y вообще cheksiz. Gap yo'q. Shaloni ko'p qo'ylar. Sardorbekning yangi bitgan qo'rasidan bu akalar, mana bu qo'ylar tugatib olmaydigan, xudo xolasa kimga nechta kerak bo'lsa mayda zotli qo'chqorlar bitta qo'rada ekan. Afg'oni ham bor, arashani ham bor, liniyaligi ham bor, hammasidan bor. Mana akalar, haqiqiy o arashanni qara, Afg'onda. Asosi bu arashan. O Afg'on, zo'ridan zo'rlar. Afg'on arashan Libboy turida Idilbaydan ham bor. Xohlagan qo'ylaringni topasizlar. Sardorbekda o qo'y fermalaridan. Iminni Sardorbek qo'y fermalarida 300 taga yaqin qo'ylari bor ekan. Bemalol telefon qilinglar, to'xli deysizlarmi? Hamma turidan qilib beradilar. Hammasidan. Yarichka quloq, shalpon quloq qo'ylardan. Shoshilib telefon qilaverasizlar. Hozir xudo xolasa ko'p cho'zmagan holda biz nima deydi? 10 ta, 15 ta, 20 ta qilib partiya qilib chiqib video qilamiz. Xudo xolasa syomka, barra qo'zi, to'xli hammasidan bor, Sardorbek. Hammasidan bor. Oxirigacha ko'rib turibsiz. Oxiriga ko'rib like bittadan qizartirib, yurakdan mixlab qo'ysin, biz qo'ylarni ko'raylik. Ketdi yo'masam. Assalomu alaykum kanalimiz ashaddiy obunachilari, akalar, ukalar, hammalaring kunlaring xayrli bo'lsin, barakotli bo'lsin. Akalar, syomkalarimiz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida, arzonchilar, optimchilar qishlog'ida Sardorbekda qo'y fermalariga kelganmiz. Akalar, anchadan beri qo'y chiqarib berilgani yo'q, chunki qo'ylar o'tishi juda qiyin bo'lib ketayotganligi uchun mana yarichka urg'ochi urug' sog'liqlardan yetkazib keldim deb chaqirdilar. Xudo xolasa narxlarni ham chiqqanam narxda qilib berasiz Sardorbek. Keling. Assalomu alaykum obunachilar. Zapar aka keldingizmi? Yaxshimi? O'zlarini udorlari kelgan bugun. Zo'rlari kelgan. Shu videoni boshida aytganimizda pul haqiqatda xudo xolasa yengil qilib, arzon qilib qo'yib beramiz. Videoni tagiga yaxshilab joylashib olib, bittadan like bosib turaveringlar. Xudo xolasa ketkizgan vaqtlaringga achinmaysizlar. Yarichkalardan kelib, yarichkalari puli yengil, eng qizig'i bor. Bez rasxod foyda qiladigani keldi. Gap yo'q. Bo'lmasa qo'ylar ko'rsataylik. Akalar, buni o'tga quvib olmasak, dangali, hozir shogirdlar ham hammasi ketib qolgan ekan, Sardorbek shogirdlari. Bitta ishi bilan shunga o'tga quvib, mana bu joyda o't bilan aldab olmasak, bu qo'ylarda akalar qochyapti u yoqdan bu yoqqa. Aka, buni yeb ichishni ham so'ramaysiz-da shunda. Yeb ichish. Gap isboti bilan bo'ladi, sirasi. Gap yo'q. Qanaqa edi bu kichkina bu deydigan gap so'zlar ketmaydi bu yerda. To'g'ri. Akalar, mana yeb ichishi o'z isboti bilan. Lekin unaqa mayda juda hammasini qo'ylardan emas. Yeyilib turibdi, hammasini birma-bir ko'rib olishadi Zapar aka mononda. To'g'ri. Mana qarang, jonli quloqlarni o'ynatyapti-ya. Mana. Haqiqiy shalpon quloqlari kelgan bu safar. Nechta urg'ochi, nechta qo'chqor Sardorbek? 2 dona qo'chqori bor. 6 donasi urg'ochi. 6 dona urg'ochi. 6 dona urg'ochi. Yeb ichishini so'ramasa ham bo'laveradi aka. Yeb ichishini so'ramaysiz, prosta mondaqa shalpon quloqlarni so'raysiz Zapar aka. Qaranglar aka. Ular 3 qaytarilganini. Mana. Jonivor, bundan bitta emas. Hammasi ham. Tumshuqdan o'tib turibdi, tumshuq ko'madi Zapar aka, tumshuq ko'madi bu. Mana. Jonivordan. Orqasidan ko'rsatib qo'yingchi, orqasini. Razrezlari hamma yo'q joyida. Gap yo'q. Bitta buniki emas-da, Zapar aka, hammasiniki. Akalar, mana uzoqdan olib ko'rsatilyapti, unaqa haligi emas. Xo'p, buni Sardorbek qo'ylar serob yeb ichishni so'ramaymiz. Hammasini zo'r tekis. Buni bir ko'rgan odam bo'ldimi, oldim deydigan qilib narx qo'yib bering. Yaxshi qo'rzan bo'ladi Zapar aka, monolari ham ichida ketaveradi. Mana qarang, qo'zini, yuzni qarang. Tiniqligini nima deyapti bu? Endi shaytiga havas qilganlar bittadan like bosib qo'ysin Zapar aka endi. Like tarsilladinglar akalar. Mana qarang. Sardorbek anchadan burun chiqqaningiz yo'q. Shuni yuvamizmi? Pacha qilaymiz uni. Qo'ldan chiqib ketishiga o'tga yopishyapti. Qaranglar. Hammasi yeb ichishi zo'r-da. Yurishini ko'ryapsizlar akalar. Muammosi yo'q. Bu bori Zapar aka. Bez rasxod katta bo'ladi variantida. Gap yo'q. Bez rasxod katta bo'ladi hammasi. Narxini nima qilamiz? Narximi? 5 milliondan qo'yaymikin dedim. Sardorbek 5 milliondan qo'ysangiz, unda qiynalib qolishadi obunachilarimiz. Chunki haligi puli ko'p bor, oz bor. Qarang, u yerga tegib turibdi jonivorda, o'tni ichida quloq. Agar qancha uzoqdan olish kerak bo'lsa, mana olinyapti, yaqindan emas, qo'ylar ko'ryapsizlar.
haqiqatdan go'zal. Ko'z Eng tuymasin. qizig'i ajramaydi ham-da. Hammasi xil. bir joyda yurib, misol hammasini bir kishi olsa, baqqani chiqishadi-yu, Aha. qiynamaydi. Gap Mana yo'q. yonida yursa, mana qochib ketib boshqa bo'lmaydi. Yuraveradi, Mana yurishaveradi. O'rmonzorda yurib. Nech pulga beramiz, Sardorbek? Bunimi? Aha. Hammasini bir joyga olishadi, u 5 million yo'q narxida u Zapar aka. Nech pul? 4,5 milliondan ketaveradi. 4,5 million Ha. so'mmi? Akalar 4 million 500 dan nima deyapti narx akalar? Ko'ryapsizlar? Mana quloqlarga qaranglar. Xudo xolasa hammasi Hammasi shalpon quloq. Birotta chinni qulog'iga, kalta quloq emas. buni bo'lib zoti toza. bo'lib sotishga nima deysiz? Yo'q, bo'lib sotdim buni bir kishiga beraman, chunki bitta oila-da bu. Bu o'zidan o'zi ko'payib ketaveradi. Buni olib borib yem hashagini ko'chaga qo'yib yuborsa bor, bu qo'ylar o'zi o'tlab qon to'yib Ha, ketaveradi. yosh bolalar boqib. Hozir kanikul hozir maktabda. To'g'ri. Nevaralari bo'lsa, misol yosh Aha. bolalarga berishsa, qiynamay-da baxt berishaveradi. Bo'ldi, buni o'tib beramizmi? O'tib Like bosishadi, o'taveramiz. Like tarsinlashadi. Bosishadi, men o'taveraman Zapar aka. Bo'ldi, nech puldan qo'yib Qanchadan beramiz? o'tib beray? O'tib bering, 300 ming, 400 ming. 300 ming, 400 ming. Aha. Like bosishadi, like'ga bugun 500 ming. Like'ga 500 ming. Aha, chunki like to'g'risi u qoniqtirmayapti Zapar aka. Like yo'q-a? 4 ming, 5 ming u prosmotrga 50 ta, 100 ta, 200 ta like emasda endi Zapar aka to'g'risida. Akalar- Like yurakdan bosib qo'ysiz. Akalar 1000 kishi примерно 1000 kishi ko'rsa ichidan havas qilgani nima 50 ta bormi? Shu 1000 ta odam ichida akalar like-ni bosib qo'yinglar. Xudo xolasa mana qanaqalardan sizlarning qo'ralaringda 100 ta 200 tadan baqishni nasib qilsin Ha, 100 ta, 200 ta emas Zapar aka. 2000, 3000 da. 2000 3000. 3000 Gap yo'q. gapiring. Akalar mana. Bu qanchadan o'tadiganimizni gapiring Sardorbek. Beraman like bossa tamom. Like bossa. Ha, like deb tirsta yurakdan maqlab qo'ysin. Kommentariy ham 500 ming yozsa-chi. Unga ham o'tish kerakmi endi? Unga ham o'tib Doim beraylik. aynan ustasdan o'z like yaxshi ko'raman. Endi kommentariy ham yozsin, yana yuzdan o'tamiz. Shunda 3 million 900 mingdan ketaveradi. 3 million 900 ming so'mga tushib ketdikmi hozir? Pachaqlaymiz bugun narxda. Sardorbek, bitta gap, laxtaq bo'lib qolagan. 3 To'g'risi. million 900 ming laxtaqmi? Laxtaqda u 900, ya 4 emas, ya 38 emas. Ya 4 qilaylik, ya 38 qilaylik. 38 qilgan ma'qul-a? Obunachilar like o'tirsinlar. Barbar aka. Akalar 3 million 800 ming so'mdan like-ni hali ham bosmagan bo'lsangiz bitta bosib qo'ying. Xudo xolasa mana bunaqalar kelganda siz olmasangiz ham boshqa odam ulgurib qoladi. Har doimgi yana gapim Zapar aka. Aha, Hamma videoni, aha. hamma bozorda, hamma qo'rani ko'rib oxiri meni qo'ramga kelsin, menga telefon qilsin. Hammasini solishtirib, ha? Hammasiga solishtirib olsin. Men vizit tashlash boshqa emas. Aha. Hammasiga solishtirib olsin, keyin meni yonimga. Akalar 95lik qo'ylar bilan birga kelgan bu qo'ylar. O'shalar ichidan ajratib chiqdik. Xudo xolasa mana Xudo xolasa sizlarga ham 90 ashnaqa qilib bo'lish nasib qilsin. Bo'lmasam keyingi partiyamizga ketdik Sardorbek. To'g'ri. Akalar mana bu Afg'onga bir baho berib qoldilar. Afg'onni qaranglar. Sardorbek qaydan to'dingiz bu Afg'onni? Buni bor 50 ta 60 ta qo'ydi ichidan bitta yapchika video qilyapmiz, yana qo'y kam ekanda o'ylab qolishmasin. Aha. Chiroyli, manfaatli video qilib beraylik deb shuning uchun o'ylab yapchiqyapmiz buni. Ha, sifatli. Yana bir gap, Afg'on 1000 dollar, 1200 dollar bo'lyapti Zapar aka. So'mga uchun qo'yib kelmayapti. Men so'mga qo'yaman, eshittiring. Jaydar qo'ydi narxidan ham arzon qilib qo'yib beraman. Vobshe arzon bo'ladi. Seriozmi? Ha, videoni boshida men bekarga aytganim yo'q. Qo'ydi ma'lumotlarni beraylik, keyin narxni aytaman. Tez yordam chaqirib ko'rasiz o'zingizga. Yoshmi ishqilib bu tishi bormi? Yana qarida o'ylashmasin. Tishi bormi ishqilib? 4 tish qo'y. 4 tish. Toza 4 tish qo'y. Akalar Qari qo'ymas bu. narxi bilan maqtaninchi, qani bo'lmasam bu Narx. akalar mana Afg'on toza. Hop. Bo'g'oz Bo'g'oz qisirligi. qisirligi egasi bo'g'oz deb berdi, men shu narsa deb beraman. Egasi lekin menga qo'y qochgan bo'g'oz deb berdi. Men mana shu narsa deb olsin. Baxtlar ag'a. Gap yo'q. Mana akalar qo'y rasa o'z kuchida hali bolasini ancha olasiz. 4 tish qo'y, 1 metr chiqqan. Qo'chqorni xohlasalar qo'shib olaverasizlar, xohlasalar tekshirtirib bo'g'ozligini aniqlab olaverasizlar. Mana qo'y. Qo'yni badani hop semiz emas, og'riq emas, cho'tki o'z holatida hop quloqlari but-butun, xudo xolasa, Tasha chaqmaganni. oq yuzlik, tasha ham qo'nmagan ekan qaranglar. Mana
hamma yog'i kelgan. To'shlariga ham bir ahamiyat berasizlar. Qo'y Yaltillashib. o'zini o'zi maqtaveradi, bu qo'yni maqtashimiz shart emas. Gap yo'q. Narxi nima deydi uni? Narxi arzon deydi Zafar aka. Nech pul? Qancha deb o'ylayapsiz hozir? Bilmayman bir. Endi aytasiz. O'zim aytaman. Ayting. 8 million. 10 million emas, 8 million. 8 million. 8 million so'mga Afg'on sog'liq ketaveradi. Sardorbek. Mana. Ammo shoshilsa, Realmi? hadib ham bunaqa narx kelmaydi. Yana bu unga ulgurishmay qolsa, menga yana to'ber deb qolishmasin. Bunaqadan yo'q o'zimda ham. Akalar bir dona kelib qolibdi. Afg'onni tozasidan. Xo'p, Afg'on ishqibozlariga bu. Sardorbek 8 million dedingiz-a? 8 million. Hech kim aytgan sotmagan. Qo'ylarga 10 millionni pastga qo'ymas. Javobda 10 millionni pastga qo'ymas. O'zim ham soham shuning uchun ham bilaman. Buni biz savdolashish kerak-ku. Nech pulga berishim kerak? Magazinmasi. Bo'ldi, like bosib qo'yadi. 100 so'm emas, 200 ming so'm o'tib beraman Zafar aka. Mayda juda qilmaylik, ha. Bugun bu qo'y narxi menga arzon kelib qolgan. Arzonroq beraveraman. 7 million 800 7 million 800 mingga ketaveradi. Akalar 7 million 800 ming so'mga. Toshkentga da dastlabki qilib beraman. Boshqa yoqlarga-chi? Boshqa yoqqa kelishilgan holda. Akalar, mana yeb ichishdan muammosi yo'q-a. Bir hafta sinab olishaveradi qo'ydi. O'tib beramizmi yana? Yo'q, o'tib bering. bo'ladigani Zafar aka. Sardorbek. 7 million 800 ming so'm yaxshi narx. To'g'risi. Ozgina o'taylik bo'pti. Bo'pti, kommentariy yozishadi, 100 ming o'tib beraman. 7 million 700 ga. 7 million 700 ga ketaveradi. Akalar 7 million 700 ming so'mga nima deyapti? Telefon qilinglar, shoshilib. Bunaqa to'g'risi o'zimizni jaydari, hop, haligi qora, kulran qo'ylar ham 7 atrofida sotilayotgan joyida-da. Mana sizlarga toza afg'on bo'ylarini nechiga beraveramiz? Bo'ylar 80 ga olish olsa o'lchab ko'rmadim. Uzunligi lekin uzun qo'y. Realni ko'rinib turibdi akalar. Telefon qilaverasizlar. Hop 7 million 700 ming so'm asarda. Ha, 7 million 700 ga. Realni? Realni narx bu. Yarım emas. Gap yo'q. Akalar, bo'lmasam keyingi partiyamizga o'taveramiz. Partiyamizga ona bola chiqmayapti. Ona bola zo'ridan bolasi qo'chqor bo'lsin degan akalarimiz uchun Sardorbekdan ona bola. Birdan ona bola, eshitdim. Tovuq tufli bo'ladi bu. Seriozmi? Bir gap aytaymi? Videoni boshida aytib qo'y, shu gapni ichimga sig'mayapti, to'g'risi. Afg'on qo'ydi rekordini o'zim qo'ydim-a? Ha? O'zim buzaman uni. Yo'q-a? U pulga eshitdim. Aha. Ona bola beraman. 7 million 700 ga. 7 million 700 mingga ona bola beraman. Dumba razrezini qaranglar, qo'chqorchoni akalar. Bu bolasi birinchi bolasi. Yana buni Birinchi bolasi. eshitdim. Bu to'g'ri zerikkanda o'ylab qolishmasin mana. Ekishdan 4 endi o'tyapti. Akalar, 4 Real, endi o'tyapti. Basharasidan bu katta qo'ydi o'dim. Lekin jicha qarovsiz qolgan ekan, dangali qo'ydi mana dumbalarni. Bolasi o'tgan. Zafar aka bolasi. Dumba osilib qolgan, chunki haligi nima deydi? O'ta katta bo'lgan. Ha, dumba o'ta kattaligi uchun hozir jicha so'lib osilib qolgan, ozg'inligi uchun. Mana sutlari, Bola dumba razrezini qarang. dumba razrez zo'r. Bolasi necha oylik bo'ldi? Bolasimi 2 oylik bo'ldi. Turishini qaranglar, bolani jonivordi. Jonivor mana. Hadimi inasiga yetib oladi Zafar aka. Mo qaranglar akalar. Bolasini puli bo'ladi. Havasini da keltirib, sut yemyapti ular. Sardorbek, hamma yo'g'ini ko'rdik. Qo'yimiz serob. Narxini 7 million 700 dedingizmi? Ha, 7 million 700. Realni. Realni narx videoni boshida aytib qo'ydim-da shuning uchun. Akalar, 7 million 700 ga nima deyapti? Bo'g'oz qo'ydi narxida. Qisir qo'y ham bermaydi bu pulga, to'g'risi-da. Akalar, Ikkita qo'y tayyor ko'z ko'rib turgan. hech kimda aytgani bo'lmagan. Nima yana o'tib ber deysizmi? O'tib berasiz endi ozgina Sardorbek. Qancha? Endi o'zingizni himmatingiz bizdan olib baraka topsin, dehqonlar, haligi nima deydi? Ertaga ham rahmat desin, degan qilib o'tib bering. Xudo xolasa rahmatini aytsin, xudo xolasa. Xo'p tashlang, mayda juda qilinmaydi Zafar aka. Mana like bosib qo'yishadi, 7 million 500 ming so'mga Toshkentga yetkazib oladi. Barbaraka akalar, 7 million 500 ming so'mga, 7,5 million so'mga ona bolani zo'ri turgan tagida. yeb ichishini jicha kuchaytirib yuborasizlar. Xudo xolasa bolasi yana ham ketib boradi. O'ta mehribon ekan. Yemish ko'ryapsizlar akalar. Onasi ham 4 ga endi chiqaryapti. Quloqlari eng glavnisi buzun. Hozir kichkina quloqlar, muborak. Xudoga, xudo xolasa. Bo'lmasam keyingi partiyamizga o'taveramiz. Keyingi partiyaga o'taveramiz. Ketdik.
Akalar, keyingi partiyamizga haqiqiy yarichka qo'chqorga tayyordan. Sardor Bey, nechi bosh bayda? Baydami? 8 dona. 8 dona. 8 dona bayda. 8 dona quloqlari uzun, oq quloqidan. Yarichkalaridan Zapar aka. Sardor Bey, keyingi qo'rasidan bu. Qo'zi ektish variantidan bu. Mana bu Bir qarang donani akalar. 4 kishi bor. Qolgani ektish qo'zi. Gap yo'q. Mana haqiqiy qo'ydi. Tozalarini bega terib qo'yibsiz-ku. Seleksiya qilaman degan obunachilaringizga bekitib qo'yganimda deb chiqdim Zapar aka. Gap yo'q, Qo'chqorni zo'ri bo'lsa ularda, Aha. qo'shib olishsa bolani berishdi bormi ularda? Dumba razriz. Yirtveradi. Gap yo'q. Dumba Dunyalik razrizlar qo'zlar tushmay qolamidi shunda? Tushadi. Xudo xolos akalar, bundan 4 taslarga zo'r bola bersin, to'ydiradi. Xudo xolos. Mana quloqlari hammasi Shalpon quloq, hammasi. Shalpon qulog'ida 8 dona urg'ochi. Hammasi qismmi? Hammasi qisqa qo'chqor zo'ri bo'lsa qo'shib olishadi Zapar aka. Gap yo'q. Ular bo'ylari necha beradi? Bo'ylari 80 pilishda. Tishini nima qiladi? Kishi qo'zi ekitish bir donami 4 kishi bor. Gap. Qo'zi ekitish 4 kishi qo'yiladi. Mana akalar, yoshidan menga bir pacha kerak degan akalarimiz uchun tavsiya qilib qolamiz. Narxini nima qilamiz? Narxi arzon Zapar aka bular ham. 10 million, Ha yo'q, 9 million, unaqa narx bo'lmaydi. Unaqa narx bo'lsa hozirdan to'xtatib Yo'q, meni qo'ramda unaqa narx bo'lmaydi Zapar aka. Mana akalar. Nech puldan? Bir joyga olsa 7,5 milliondan ketaveradi. 7 million 500 7 ming so'm. million 500 ming so'mdan ketaveradi hammasini olsa. Ammo buni kamaytirib berasiz demaysiz. Kamaytirib berasiz. Hammasini aytasiz, endi buni aytmaysiz ammo. Akalar, haqiqatan lekin bular unaqa yirik qo'ylar, unaqa mayda. Kichkina emas, telefoningizda qanaqa chishyapti bilmadim, lekin kichkina qo'y emas bu. Quloqlari qaranglar akalar, quloqlarni yaqinroqdan ko'rsak ham mana hammasi cho'tkimi. Bularda R yozuvi bor ekan. Quloqni qaranglar. O'tib bering Sardorbek. Bitta obunachimiz olib, maza qilib boqsin. Bu qaranglar, marjonga o'xshab terilib soldat-ku. Haqiqiy soldat Zapar. Terilib turibdi mana. To'g'ri. O'tib bering Sardorbek. O'tib beraylik Zapar aka. O'tib bering, buni bir kishi olib maza qilib qo'chqorib zo'ridan bor. Mana avgust ham yaqinlashyapti. Qo'shib bolasini olay, rahmatini aytay degan akalarimiz olsin. Bo'ldi 200 ming so'mdan kam berishsin, 100 mingdan demadim. 200 mingdan kam berishsin, like to'ma yurakdan mixlab ketsin. Bitta qizartirib ketsin like. Akalar 200 ming so'mdan kamiga. Sardorbek, o'tib bering yana. Yana o'taymiz Zapar aka. 200 minglik bola emas. Dangal tas o'tib bering, xudo xolasa. Hop, bo'ldi kam. 300 ming. Bunaqalar sizga birinchi marta kelgan yo'q-ku? Bo'ldi, 7 million 200 mingdan ketaveradi. 7 million 200 ming so'mdan. 7 million 200 ming so'mdan olishsin. O'tamiz, Sardorbek. To'ppa to'g'ri 100 dan nima? 100 ming. Hop. 6 million 900. Voy bo, siz unda u video qilmaydaram qo'yarkansiz. 6 million 900 bo'lsa. Sardorbek endi obunachilar nomidan-da qo'shib ko'rish oson, pul sanash ham bor-da. Sardorbek to'g'ri, lekin qo'ylar arziydi, lekin Kim, bunday bir gapda video ko'payib ketyapti, qo'yimiz ko'p. aha. Endi qisqa qilyapti chiqib video qilib, hammasini bir joyga olsin bo'ldi. Gap so'zi 7 million so'mdan olish o'sani. Mazza qilsin xalq. 7 million so'mdan bir joyga, lekin qo'ylar olib borasiz, qo'y arzimasa qaytaraverasiz. Javob, chunki bu qo'ylar haqiqiy terilgan, haligi 50 ta 60 ta kelgan qo'ydi ichidan 60 ta ichidan terilgan emas, 8 ta. 8 ta qilib terib oldim o'zim deb aytyaptilar. Mana xudo xolasa hammasi yeb ichidan muammosi yo'q, xudo xolasa mana. Telefon qilaverasizlar, shoshilib akalar. Bo'lmasam keyingi partiyamizga o'taveramiz.